Siz. Hurmatli bu dadashay. Dada. Dada, iya. Ey, hozir mana shu eshakni dada dedingizmi? Ha, eshitdinglarmi? Nima deb aldaryapsan? Nima men eshakka o'xshaymanmi? Ey, eshak bo'lmasangiz, men bu qo'lingizdan matoqni hammaga ko'z-ko'z qilib ochiqcha olib yurasizmi? So'rgildim sizdaqa haligi nima deydi? Don Juandan. Olibda. Sen nimaga menga aql o'rgatyapsan, ha? Sen kimsan o'zi? Men pashshadan qo'rqaman, pashshadan qo'rqaman. Shuning uchun buni sotib oldim. Ana u oshi halol bo'lsa, ko'chada ish deyishgan. Axir bu oddiy bu. Bo'ldi-ku, yana bir og'iz gapirsang bor-ku, yorib yuboraman lekin. Voy, yana aytyapman, bu oddiy. O'zi bor-ku, mana shu dadangning o'rniga seni mashina urib ketganda yaxshi bo'lardi. Abror? Bu rostdan pashsha o'ldiradigan oddiy raptor-ku bu. Yo'q. Militsiya! Qarab tursanglar, turyoningizlar, katta ko'chada yalpayib o'tirmasdan. Cho'ntagingizga savolingizda mana shu mataxiysiz sizga. Boring uyingizga keting, yana bir ish ko'rsatmasdan. Xo'p, komandir, xo'p.